Ey, oyim qiz topibdilar uylanishga. Endi o'shaning ishxonasiga borib bitta ko'rib kelish kerak. Ketdik, yur. Ama borgandan keyin parod qilmagin, iltimos. Hech qachon. Yur. Ketdik. Hop. Menimcha qiz bo'lsa kerak. Shumi? Ha. Singlim? Hey, o'chingni bos. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? To'che teka to'ye janasan. Alaykum assalom. Sizda iPhone 17 bormi? Bor akajon, hozir trendda bo'lgan oranjoviy rangisi bor. Menga trend rangisi emas, qalbingiz kabi oppog'i kerak. Unaqasi ham bor. Siz uchun oyiga 2 million 33 mingdan qilib beramiz. Janim deka, e'tibor bermaysiz, sal hayajonlanganda qiyincha qo'shiq. O'y, tegmay turgin shuni. Sizda shahlo ko'zli, lablari g'uncha Samsung bormi? Samsung Galaxy S25 Ultra oyiga 1 million 507 ming so'mdan to'g'ri keladi. Jadu teri nazar. Bilasizmi? Ha, yaxshi ko'radi. Kelishimizdan maqsad Jim tur. E'tibor bermaysiz, bu kechqurun yotganda divandan qattiq tushib ketgan. Honor X9 dek telefonni yaxshi ko'raman. Honor telefonlarimizni 12 oyga 444 mingdan xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari boshqa rusumdagi telefonlarni ham arzon narxlab sotib olsangiz bo'ladi. Men siz uchun hammasini olaman. Qaziga kirib ketsam ham mayli. Uzr, bir minut. Alo? O, o'g'lim. Bo'ldi, hozir boraman ishdan chiqib. Xo'p, bog'chada bo'lib tur. Iye. Hali erga tekkanmisan? Aytdim boya kirganimda tulkiga o'xshab ko'zingni bundoq qilib olaytirgani iflos, beti yo'q. Alo. Ona? Ha, endi peshonada bor ekanda, taqdirmas ekan. Turmushim o'xshamagan. Singlim xafa bo'lmang, men ham qiyinchi qo'shiqlarni yorib boraman. Hum tere bina barahna hai sakta tere bina. Nima qilyapsiz?